Ovqatlari biram shirini. Voy, yong'in, qochinglar. Voy. Yonib ketdi restoran. Toshkent viloyatidagi restoranlarning birida dahshatli yong'in yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha, bugun tungi soat 1:30 da Toshkent viloyati Chimyon mahallasi hududida joylashgan yog'ochdan qurilgan restoranda yong'in qayd etilgan. Yog'ochli konstruksiya materiallaridan qurilgan restoranlarning birida yong'in ro'y berganligi to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Shunga ko'ra, 5 ta yong'in qutqaruv ekipaji soat 02:01 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 02:13 da o'rab olingan va soat 04:20 da o'chirilgan. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, yong'in natijasida restoranning taxminan 300 kvadrat metr maydoni, tomi, shifti va ichki jihozlari yonib kulga aylangan. Yong'in natijasida tan jarohati olganlar to'g'risida xabar kelib tushmagan. Yong'in sababi va zarari aniqlanmoqda. Yonib kulga aylangan restoranni qaytadan qurish uchun ancha-muncha xarajat qilishga to'g'ri keladi. Shunday ekan, hurmatli yurtdoshlar, molingiz, avvalo joningiz zarar ko'rishini istamasangiz, yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qiling.